ilmiy qarashlar orqali ixtiloflarning oldini olish bugungi kundagi nihoyatda dolzarb masalalar qatorida turadi. Demak, fiqhiy mazhab imomlari Qur'on va sunnatni kishilarga osonlik bilan tushuntirgan va ularga amal qilish yo'llarini musulmonlarga o'ziga xos uslub bilan bayon qilib bergan. Ular hech qachon o'zlari tomonidan ortiqcha ustunlikni talab qilmay, balki o'z mehnatlari, ilm odobi va taqvolari bilan musulmonlar ehtiromiga sazovor bo'lgan zotlar hisoblanadi. Masala shundan iboratki, bugungi kunda Qur'on va sunnat turganda ularga amal qilmay, ya'ni Allohning va uning payg'ambarining aytganini qilmasdan Abu Hanifaning aytganini qilamizmi yoki bo'lmasam mazhablar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davrlarida bo'lmagan, demak u bid'at narsa degan savollar bugungi kunda quloqlarimizga tez-tez chalinib turibdi. Aytish joizki, fiqhiy mazhabga amal qilish, Qur'on va sunnatni tark etib, o'zimiz kabi bir insonning aytganiga amal qilish degani emas bu albatta. Bu fiqhiy mazhablar rahnamolari hisoblangan ahli sunna val jamoa mazhabining taniqli imomlari Abu Hanifa bo'ladimi, Shofiy bo'ladimi, Molik yoki Ahmadmi, yo ulardan boshqalarmi mazhab tutish va mazhab masalalarini ishlab chiqishda shariatga xilof qilmaganlar. Har birlari 4 ta asosiy manba: Qur'on, hadis, ijmo va qiyosga suyanganlar. Oralaridagi ixtilof esa faqat oyat hadislarning ma'nolarini tushunishda yuz bergan xolos. Ularning birortasi bu borada taassubga yo'l qo'ymay yoki qiyosni shariatga muqaddam ham qilmaganlar. Bu imomlarning barchasi qiyosni ustun qo'yishdan o'zlarini tiyganlar. Ulardan birortasiga bu aybni qo'yish ayni bo'xtondir. Fiqhiy mazhab imomlarining ishlarini go'yo katta kuchlanishli elektr stansiyasidan olinayotgan elektr tokining to bizlarga oddiy ko'rinib, xonadonlarimizga o'rnatilgan rozetkalarda yetkazilib berishiga qiyoslash mumkin. Lekin uning bizgacha yetkazilishidagi ilmlardan biz ko'p ham xabardor emasmiz. Balki osongina mashinamiz, maishiy texnikamiz, yoritgichlar va issiq sovug'imiz, qo'yinki barcha ehtiyojlarimizni qulay boshqara olamiz. Buning ortida soha bilimdonlarining bir necha asrlardan buyon kelayotgan ilmiy tajribalari bor. Demak, dunyoda yaxshi yashab, yaxshi o'tish xuddi elektr kuchlanishidan to'g'ri foydalanishga o'xshaydi. Mazhab imomlari esa birlamchi manbalardan foydalanib, ko'p quvvatli elektrlardan asosan oson foydalanish va bexatar foydalanish yo'llarini topib bergan kishilardir. Fiqhiy mazhablarni inkor qiluvchilar o'sha katta kuchlanishli elektr tokining tagiga kelib, go'yo na sxema, na qo'llanmalarini bilmasdan o'ziga yangi yo'l topib foydalanishga harakat qilayotgan odamga o'xshaydilar. Aql zakovati, ilmi, kuchi, imkoniyati bo'lsa, uni ishlatish ehtimoli bor edi. Bo'lmasa u halok bo'ladi. Tokdan foydalanishga yordam beradigan aql zakovat, ilm, kuch va imkoniyat esa kamida mazhab boshi imkoniyatiga teng bo'lishi yoki undan ko'proq bo'lishi talab etiladi. Demak, shunday katta ulamolarni Qur'on va sunnatga amal qilmay o'zlarining fikrlariga chorlashlari umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Mazhablar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davrlarida bo'lmagan degan ikkinchi e'tiroz ham shunga o'xshash. U vaqtda Qur'on kitob shaklida bo'lmagan, barcha Qur'onlarni kuydiraylik deyilmaydi-ku hozirgi kunda. Shuningdek, tafsir, hadis kabi ilmlar, ularga tegishli kitoblar va yana ko'p narsalar o'sha davrda bo'lmagan. E'tirof etilgan mazhablarni inkor etish, mazhabsizlik oqibatida Qur'on va hadislardan xohishga ko'ra hukm olish kelib chiqadi bundan. Bu bilan mazhabni inkor qiluvchilar o'ziga xos ilm olish yo'lini ixtiro qilgan bo'lishadi. Bu hol esa o'z navbatida yangi mazhabni da'vo qilishdir. Masalan, ahli sunna val jamoa ulamolari nazdida biror bir musulmonni kofirga chiqarish umuman mumkin emas. Musulmonni kofirga chiqarish, takfir juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu zamonlarida paydo bo'lgan havorijlar birinchi bo'lib musulmonlarni kufrda ayblashlari natijasida ko'pchilik fitna qurboniga aylangan. Bunga tarix guvoh. Shu mazmunda Mavron Nahrdan yetishib chiqqan ulamolar bunday buzg'unchi g'oyalarning diyorimizga kirib kelishiga umuman yo'l qo'yishmagan. Zero ular ixtiloflarni ilm olish va doim ixtiloflardan yiroq bo'lishga sarflaganlar.